Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi qarindoshlarım. Men Abdulaziz Beştoğrak İstanbul'daki Zeytinburnu'daki uyemden sizlarga Allah'nınki cennet salam bo'lgan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan bugünkü İslam tarihi dersimizde, birlikte uygunduğun dersimizde İslam tarihi Teklemekan Uygur Neşriyatınınki neşir kılan 2014 yıl İstanbul'da neşir kılıngan Profesör Doktor Muhammed Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Sarıçam, Profesör Doktor Seyfettin Erşahin 3 efendininki, 3 doktorununki, profesörününki birlikte tüzüp çıkan İslam tarihi degan 360 betlik bunu kitaptan sizlarga 8. Facebook sin dersimizni birlikte başlayalımız. Bayatın bu dep öttüm. Biz bu kitapni başlaştım burun. Ramazandan burun neşir kılıngan Kur'an-ı Kerim ve izahlı tercümesi bizdeki Enes Alim Ustaz'ın 15 yıllık emgek neticesi bolgan bunu qo'lamdagi Kur'an-ı Kerim ve izahlı tercümesini birlikte okup tüketken idik. Eğer bunu seti bilishni Allah'a satımız men haqsiz okusam bulutdi degan iqtisodiy jihatdan yaramaydigan qarindoshlarga biz haqsiz ivetib birimiz, yani haqsiz kitapni birimiz ama pochta haqqi va pochta haqqini $10 haqqini to'lasanglar dunyoning har qandaq yeriga qulog'inglarga tegadigan shaklda bu islom nima, Qur'onga ko'ra islom nima degan bunu kitap bizdeki tedbir neşriyatimizden tercüme kılıp Batur Qarxallı kardeşimiz tercüme kılgan ve Mustafa İslamoğlu Ustazdınki iznini elip, ruhsatını elip onun olan bu toxtamanı tüzep neşir hukukunu setip elip biz 2000'dan bastırgan kitap onun birlikte $10'ga ivetip birimiz. Ondan başka qo'lamda bu Şımıcı Yisilen degan bunu kitap bunundan mı 2000 tane bastırgan qadirli qarindoshlar bunu mu talep qilsanglar onunla qo'shib What is Islam, yani Mustafa İslamoğlu'nunki İngilizce kitabı İslam nedir, yani Kur'an'a göre İslam nedir degan düşün yayıncılıktan çıkan bu kitapların birlikte ivetimiz dedik. Zaten Kur'an'a göre İslam nime degan bu kitapninki Uygurcasını biz okup tükettik. Facebook Tor adresimizde, YouTube adresimizde var. Aşağıdan tanışıp basanlarmı buludu. Ondan başka Ustaz Erkin Sıdık Nasa'da işleydiğen Ustazdaki 7. kısım kitabı Turmuş'un mühim sabatları ve sabakları degan kitap mı ba en ahir neşir kılıngan. Bu kitapla birlikte bunu kitaplarını okup tüketkendiğin keyin birlikte öğrenişini başlaşımız mümkün, haberin olup kalsın. Endi hazır biz okumakçı bolgan bu İslam tarihi Uygur Teklemekan Uygur Neşriyatının neşir kılınan kitapta Raşid Halipeler babıda 3. bab 4. mezmun bolgan dastlabki ichki majralar ve neticesi degan 10 betlik mezmunni birlikte okup ütümüz. Onundan başka eğer şu mezgilini texmi yaxshi tushunimiz desanglar qadirli qarindoshlar İmamlar ve Sultanlar degan bunu kitap bunun şu 1 yıldan açtı. Men ve Batur Qarxallı qarindoshimiz qo'l tutup tercüme kılan kitap yaxshi kitap qadirli qarindoshlar. Bunu kitapni okup bakışınlarını tavsiye qilamiz. Ondan keyin qadar meselesi to'g'riliq şu vaqtlardagi Raşid Halipelerdan keyingi vaqt Qadar Risalesi ve Şerhi degan Mustafa İslamoğlu Ustazdınki Hasan el-Basri'nin Qadar Risalesini orijinali aslini tepip Süleymaniye kütüphanesi var. Şehirden tepip onun Arapçası asasen orijinalların bal bu kitabın içinde şerhini qilib chiqqan
kitap var. Onun da kader meselesi nihayet yaxşı düşündürülgen kaderli qarindoshlar. Ana olsa İslam tarixi degan kitapның 3-cü bab Raşid xalifelerning 4-cü məzmunu bolğan dəstləbki içki macralar və nəticəsini birlikdə öyrənishə başlayırıq. Bayatın fethlər babında Suriye'nin, Irak'ın, İran'ınki, Mısır'ın, ondan başqa İfriqiye degan yerninki, ondan başqa Palestin'ninki fethi toğruluq sözünüb ötdi. Mən o bir kitabını, yine Yürek Fethi degan bir kitabını tərcümə qılıbatımən dedim. 3'ten 1 qismi tügügen, 3'ten 2 qismi qeyb qalğandı. İnşallah 8-ci aygacha o kitabını tügüdümüz qadirli qarindoshlar tərcüməsini. Ana olsa İslam tarixini başlayımız. Yani dəstləbki içki macralar və nəticəsi. Birinci kiçik məzmun Hazreti Osman devri. Hazreti Osman'ın 12 yıl davam qılan xəlifeliginin aldınqı 6 yılda Müslümanlar birlik içində yaşab, cemiyet tinç və xatircəm bolğan. Keyinki 6 yılda içki ziddiyetlər keskinleşib, hər xil macralar oturuğa çıqqan. Aldınqı 6 yıl içindeki paravallıqni 2 xəlife dövründə qurulğan sisteminin davam qilishi, yana Müslümanların fethi hərəkətlərini yaxşı görüb, diqqətini içki siyasətə qaraganda tashqi siyasətə köprək qaratqanlıqqa bağlaş mümkündür. Hazreti Osman'ın xəlifeliginin keyinki 6 yılının başlanğıcında, yani miladının 650-ci ildən başlap Müslümanlar oturusida kiçik məsələlər kelib çıqqan. Kufa, Basra, Şam, Mısır qatarlıq mühim yerler, hatta paytaxt Medine hakimiyetiga qarşı chiqquvchilar oturg'a chiqishga başlagan. Bu məsələlərning kelib chiqishining asosiy sababi tövendikilerden ibarettir. Hazreti Osman'ın valilerini tayinlash siyaseti. Xalq bu siyasetten razı bolmagan. Hazreti Osman köpüncü vaqtlarda yaqin tuqqanlarını ve Beni Umeyye cemaatiga yaqinliqi bolgan kishilarni valilikqa tayinlagan. Bu xil siyaset sahabeler tarafidan qizg'in qarshi elinmagan. Yana Hazreti Osman'ın tuqqanlarga hadiya berishi, ularga yer zimin ayırıp berishi tanqidlarga ve xəlifəyə qarşı fikirlərinin çıxışığı səbəb bolğan. Hazreti Osman'ın siyasetini tənqid qilgan bəzi sahabelərə qattiq muamele qilishi ve ularni sürgün qilishqa urinishi onu tənqidləşə yeni bir səbəb yaratıb bergan. Bu sahabelerin beşida Ebu Zer Suriye'de Muaviye'nin bazı serpiyatını ve Müslümanların ihtiyacının artıq mallarını muhtaçlar üçün işletmeyi toplap saklışını qattiq tənqid qılgan. Ebu Zer. Onun bu fikri pekir xalq bilen hakimiyetke karşı kişiler tarafından karşı elingan. Bu vaka yeni hakimiyet bilen baylağa karşı hareketinin başlanışıga sebep bolgan. Neticede Ebu Zer bilen Suriye valisi Muaviye'nin arası buzulgan. Muaviye ahvalını Hazreti Osman'a ma'lum qilgan. Bunun bilen Ebu Zer xalifenin emri bilen Medine yaqinidagi Rapaza degan yerde turishqa mecbur bolgan. Hazreti Osman bazı sebepler tüpeylidin Peygamber Aleyhisselam tarafından Taif'e sürgün kılıngan tağısının oğlu Hakemni Medine'ye qaytırıp gelgen. Bu ahval bazı kişiler tarafından tanqid qilinib, Hazreti Osman'ın qarşı çıkarılgan isyanның sebeplerinin birisini təşkil qilgan. Hazreti Osman her qaysı yerlerde oturuğa çıqqan qiraatdagi farqlarni tükütüş üçün Hazreti Ebu Bekir devrede toplangan Mushabni Zeyd ibn Sabit rəhbərlikdə bir heyət təşkillab
7 nusxa ko'paytgan. Bir nusxasini Madinada qoldirib, boshqa nusxalarini har qaysi viloyatlarga avatgan. Ba'zi kishilarning qo'lidagi sahifalarni ko'ydirib etgan. Musulmonlar Hazrat Osmonning bu ishidan xush bo'lib, uningga rahmat aytgan. Faqat Abdullah ibn Mas'ud buningga qarshi chiqqan. Kufaliklar isyon chiqqan vaqtida xalifaga qarshi chiqqanlarni qanot ostiga olgan. Hazrat Osman har qaysi viloyatlarda Madinaga kelgan kishilarni yig'ib, o'ziga ortilgan gunohlarni oqladi. Qur'onni ana nusxasini ko'paytib, qolganlarini ko'ydirib o'tish masalasida Qur'onning bir bo'lgan Alloh tarafidan avatilganligiga diqqat qilinganligini aytdi. Tag'isi Marvonning Makkilik bo'lib, Rasulullohning uni Taifga surgun qilganligini, keyin uning Makkaga qaytishga ruxsat qilinganligini aytdi. Valilikqa tayinlangan kishilarning bu ishga salohiyatli kishilar ekanligini, Rasulullohning Usamani tayinlaganda ko'p kishilarning qarshi chiqqanligini aytdi. Abdullah ibn Umar Abu Sarhga g'animatdan Baytul Mol uchun ayrilgan moldan 5 bir qismini hadiya qilganligini, buning 100 ming dinar bo'lganligini, burunqi xalifalarmi Abdullohga bu miqdorda hadiya berganligini aytdi. Toqqanlarga bergan molning davlat meli emas, o'zining shaxsiy meli ekanligini, musulmonlarning melini o'zi uchun boshqasi uchun ishlatmaganligini aytdi. yilning aprel oyida Misr, Kufa, Basraliklardan tarkib topgan o'ktish kuchlar hajni bahona qilib to'plashib yo'lga chiqdi. Bu guruhlar xalifaning vazifadan ilib tashlanishini orzu qiladi. Hazrat Ali Misrdan kelgan osiylar bilan so'zlashdi. Buning bilan Misr valisi vazifadan ilib tashlanib, Hazrat Abu Bakrning o'g'li vazifaga tayinlandi. İsyanchi guruhlar mamlakatiga qarab yo'lga chiqdi. Ammo qisqa vaqtdan keyin qaytib keldi. Hazrat Ali ularni nima uchun qaytib kelganligini so'ragan vaqtida Misrliklar yo'lda bir xabarchining ustidan o'zlarini o'ltirishni talab qilgan bir xat topganligini aytdi. Aqtirib topilgan xatda Misr valisidan Misrdan Madinaga kelgan kishilarning qaytib borganda o'ltirilishi Hazrat Osman tarafidan buyurilgan edi. Xatda xalifaning muhri besilgan edi. Oxirida bu xat xalifaning og'zidan katib Marvon tarafidan yozilganligi oydinlandi. Bu ahvolda isyonchilar Hazrat Osmonning xalifalikdan istifa berishini yoki o'zlariga suiqasd planlagan Marvonni topshirib berishini talab qildi. Xalifa bu talablarni rad qildi. Buning bilan isyonchilar Hazrat Osmonning uyini qurshovga oldi. Bir guruh isyonchi uyga bostirib kirib, Hazrat Osmonni shahid qildi. Hazrat Osmonning yeshining cho'ngishi, oldingi xalifa Hazrat Umarga nisbatan yumshoq xo'yliq bo'lishi, to'qqanlarining uningdan foydalanib ketishi va katib Marvonning samimiyatsizligi, poytaxt Madina va boshqa viloyatlarda hokimiyat kuchining ojizlashishiga sabab bo'ldi. Yana viloyatlarning yaxshi idora qilmaganligi, valilarning yosh tajribasizligi, keng xalq ommasiga nisbatan soni oz bo'lgan isyonchilarning o'ttiriga chiqishiga sabab bo'ldi. Isyonchilar bu ahvoldan foydalanib, musulmonlarning ko'p qismini bu qalaymaqonchilikqa qatnashishga kuch ko'rdi. İkinci kichik mazmun qadrli qarindoshlar, Rashid xalifalar degan 3-bobninki 4-mazmunning ikinci kichik mazmuni Hazrati Ali davri. Ya'ni dastlabki ichki majralar va natijasi to'g'riliq so'zlab o'tamiz. Jamal voqeasi. Bu voqea Hazrati Oyishaning tug'isi atrofida yuz berganlik uchun tarixda Jamal voqeasi deb atalgan. Hazreti Osman şehit kılıngandan keyin Hazreti Ali xalifalikka tayinlandi. Hazreti Ali xalifalikka saylangandan keyin onu kütüp turayotgan eng muhim ishlardan birisi Hazreti Osmanning qatillarini tepib jazolash edi. Faqat o'ttirda aniq bir qatil yo'q bo'lib, shaharning beshiga kelgan bir isyonchi guruh bor edi. Hazreti Ali bu osiylarni darhol jazolantirishga bo'lmaydiganligini his qilib, Hazreti Osmanning valiligidan bir qismini almashtirdi.
Bunundan xabar topgan Talha ibn Ubaydullah va Zubayr ibn Avvam Basra va Kufa valiliklarini talab qildi. Hazreti Ali bu talablarni rad qildi. Mekke'ye ketgan Hazreti Aisha Medinaga qaytib kelayotganda Hazreti Osmanning shahid qilinganligidan xabar topdi. Bunun bilan Hazreti Aisha Talha va Zubayr bilan birlikda Mekke'ye qaytib keldi. Xalqqa Hazreti Osmanning gunohsiz o'ldirilganligi haqida xitob qildi. Hazreti Osmanning Mekke valisi Hazreti Aishaga qatildi. Bunun bilan Madinadan kelgan Umayya jamoati Hazreti Osmanning Basra, Yemen valilari Talha va Zubayr Hazreti Aishaning rahbarligida to'plandi. Hazreti Aisha bularni Madinaga qarab yo'lga chiqishga tavsiya qildi. Faqat bu taklif qabul qilinmadi. Hazreti Osmanning qotillerini talab qilgan bu jamoat Basraga qarab yo'lga chiqdi. Hazreti Aisha isyanchilar buzgan tinch amonlikni asliga keltirib, gunohsiz o'ldirilgan Osmanning qotillerini jazolab, musulmonlar o'rtasida birlik o'rnatish maqsadi borligini Hazreti Aliga aytdi. Hazreti Ali atrofidagilar bilan Madinadan ayrilib, Kufa sirtida kuchini to'plagandan keyin Basraga qarab yo'lga chiqdi. Hazreti Ali kelishim tuzish uchun qarshi tarafga elchi avatdi. Hazreti Aisha Talha va Zubayrlar bilan ko'rishib, Hazreti Alining xalifaligi atrofida to'plangan taqdirda Hazreti Osmanning qotillarini jazolashning mumkin bo'lganligini aytib, ularni qoyil qildi. Hazreti Ali Talha va Zubayrlar bilan ko'rishdi. Bu ko'rishdan yaxshi natija chiqdi. Basraning Hurayba degan yerida ikki qo'shin bir-biri bilan uchrashdi. Aslida Hazreti Ali va Hazreti Aishaning urush qilish niyati yo'q edi. Biroq ikki taraf o'zlarini urush ichida ko'rdi. Hazreti Aisha bilan Hazreti Ali urush to'xtatish uchun tirishchilik ko'rsatdi. Faqat bu tirishchilikning foydasi bo'lmadi. Urush Hazreti Aishaning mingan tugisining atrofida davom qildi. Hazreti Aishaning mingan tugisi o'ldirilganda urush to'xtadi. Hazreti Ali Hazreti Aisha va uning yanında urushganlarga yaxshi muomala qildi. Basrada bulang-talang qilishni chekladi. Hazreti Aisha inisi Muhammad bilan Basradan ayrilib, oldi bilan Mekke'ga bordi. Haj qilgandan keyin Madinaga qaytib kelib, hayotining oxirigacha bu yerda yashadi. Talha urushda, Zubayr urush maydonidan yiroqlashayotganda o'ldirildi. Cemal vaqasi Peygamber Aleyhisselam'ın vafatıdan keyin o'tirg'i chiqqan va ta'siri kunimizgacha davom qilgan birinchi qatimliq ichki urushdir. İslam tarixida siyosiy bo'lish bilan birlikda har xil sabablar bilan diniy va e'tiqodiy masalalarning kelib chiqishi sabab bo'lgan voqealarning boshlang'ichi bo'lib hisoblanadi. Bu voqea İslam aqidasida iman, kufr chegarasi, iroda, erkinlik, qazo va qadar qatorliq muhim masalalarning tartishma temasi bo'lishda muhim rol o'ynagan. İkinci kichik mazmun Siffin vaqasi milodining 657-yildagi voqeani birlikda o'rganamiz, qadrli qarindoshlar. Hazreti Ali Cemal vaqasidan keyin Iroqda hokimiyatni kuchaytirib, Kufani poytaxt qildi. O Madinadagi vaqtida Hazreti Osmanning Suriya valisi Muaviyani o'ziga bay'at qilishga chaqirdi. Ammo yaxshi bir natija olmadi. Cemal urushidan keyin bu chaqiriqni yana davom qildi. Oldingi 3 xalifaga bay'at qilganlar bilan billa musulmonlarning ko'p qismining o'ziga bay'at qilganligini bildirdi. Muaviye Hazreti Ali'ga itoat qilishga qo'shilmadi. Bunun bilan Hazreti Ali Shamga qarab yo'lga chiqdi. Buningdan xabar topgan Muaviye mu harakatga o'tdi. İki tarafning askarlari Fırat daryosining janubiy sohiliga yaqin Siffin tuzlangiga to'plandi. Hazreti Ali bu yerda Muaviye'ga elchi avatib, musulmonlarning birligini buzmaslikni va o'zining xalifaligini e'tirof qilishni talab qildi. Muaviye bu talabni rad qilib, Hazreti Osmanning qinini talab qildi. İki tarafning o'zaro kurashidan bir natija chiqmadi.
ikki tarafning o'zaro ko'rishishidan bir natija chiqmadi. Bunun bilan her iki taraf askerlerini urush holatiga keltirdi. Otliq ve piyoda qismlardan tashkil topgan bu urush 3 oy davom qildi. Bu urushda Hazrat Alining qo'shini Muaviyaning qo'shinini mag'lub qilish bosqichiga keldi. Hatta Hazrat Alining askerleri Muaviyaning chedirg'iga yaqinlashdi. Muaviya nihoyatda mushkul ahvolda qilib Amr ibn As'ning tavsiyasi bilan Büyük Şam Mushab, yani Qur'onni 5 neyzining uchiga chigib 5 odamga tutqizdi. Boshqa askarlar mo yenidagi Qur'onlarni neyzining uchiga chigib yuqoriga ko'tarib, Allohning kitobi sizlar bilan o'ttirmiz hukm berguchidir deb varqirdi. Shakilvozlik bilan Hazrat Ali va qo'shinini Allohning kitobining hükmüge çağırdı. Hazreti Ali ve qo'shinining ko'p qismi bu ishning bir hiyla ekanligini bildi. Faqat sapning oldida urush qilayotgan qarilardan tarkib topgan 20 mingga yaqin askar Qur'on Karimning havoda planlanganligini ko'rib urushni to'xtatdi. Hazreti Ali ularni qoida qilishga tirishdi. Onun sözüge kirmegen ve keyin havarijlar deb atalgan bu guruh Hazreti Ali'ni çağırıp kılınavatkan Allah'ın kitabına itaat kılışını, aksice onu düşmanlarına tapşırıp birdiğanlıqını etti. Bunun bilen Hazreti Ali urushni to'xtatishga mecbur bulup kaldı. Siffin uruşu Şam ve Irak'tan 1000 yakın adamның ölüm bilen ahırlaştı. Hazreti Ali qo'shindagi buzg'unchilarning besim bilan Muaviya tarafidan talab qilingan hakem hukm qilish taklifini qabul qilishga majbur bo'ldi. Suriyaliklar Amr ibn As'ni, Hazreti Ali tarafidagilar Abu Musa Ash'ariyni hakem, yani qozi tayinladi. Qozilar tayinlangandan keyin ikki taraf o'rtasida kelishim tuzilib, 10 kishi tarafidan imzolandi. Kelishimga asosan bekitilgan qozilar shu yilning Ramazon oyida Dumetul Cendel degan yerde toplanadigan bo'ldi. Agar bu yerda toplanmasa, kelar yili Azruh degan yerde toplanib hukmlarini e'lon qilganligini aytdi. Ash'as ibn Qays kelishim mazmunini Hazreti Alining askarlari oldida o'qishga boshlaganda bu qatim hukm faqat Allohga xosdir deb qarshi chiquvchilar bo'ldi. Bu kişiler bu qatim meselenin çaresini qaziga havola qilgan Hazreti Ali'ni tanqidlashga başladı. Kelishimdan keyin ikki taraf urushda o'lgan kishilarni dafn qildi. Muaviya Şamga, Hazreti Ali Kufaga qaytdi. Havarijlar Hazreti Ali qo'shinidan ayrilib Kufaning Harura yezisiga kelib yerleşti. Qazilar 658 yılda Azruh'ga toplandı. Hazreti Ali ve Muaviye tarafından 400'ün artık adam bilen birlikte Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Zübeyir ve Mughire ibn Şube qatarlı kişiler közətçi süpürede katlaştı. Qazilar aldı bilen Hazreti Ali bilen Muaviye'nin halifelikten kaldırıp halifenin şura tarafından sayılışını kararlaştırdı. Emir bunu kabul kılgandek köründü. Bu kararını aldı bilen Ebu Musa Eş'ari okudu. Növbət əmirga kelganda Abu Musa Ash'ariga bergan va'dasi turmay Hazreti Ali'ni xalifalikdan qoldirib Muaviyani xalifa tayin qilganligini jakoladi. Abu Musa va Hazreti Ali tarafdorlari buningga intizor qildi. Abu Musa bu voqeadan qattiq azoblandi. Shuningdan boshlab siyosiy hayotdan butunlay qo'lini uzdi. Hakem vakası xilafet meselesini hal kılanmaslıkның aksice ziddiyetini texmo ötkürleştirivetti. Emir ibn As ve Suriyelikler Muaviye'nin yanığı verip onun halife edip salam verdi. Hazreti Ali ve taraftarları bunu red kıldı. Bu vaqadan keyin Hazreti Ali xavarijlar bilan kurash qilishga majbur bo'lib qoldi. Chunki xavarijlar o'zining fikriga qo'shilmagan kishilarning hayotda qolishiga yo'l qo'ymadi. Davomliq intiqom olish tuyg'usi ichida bo'ldi. Hazreti Ali bu tuyg'u bilan harakat qilgan Abdurrahman
İbni Mulcem isimli bir havaric tarafidan şehit kılındı. Havariclar Hazreti Ali ve Hazreti Osman'ı kafir deb qabul qilmaganlarning kafir bo'lganligini ve bu sebepten öldürülganligini ilan qildi. Hazreti Ali'ning tinchlikni barpo qilish jihatidagi tirishchanligi natija bermaganligi uchun Nuhayladagi Nahravan urushida havariclar bilan urushdi. Bu urushda havariclarning ko'p qismi o'ldirildi. Havariclar bilan qilingan urush siyasi tarix jihatdan Hazreti Ali'ning buyuk g'albisi bo'lish bilan birlikda bu urushdan qutulganlar ve ularning kelgusidagi mansublarida intiqom olish tuyg'usini qoldirdi. Hazreti Ali bu tuyg'ular bilan harakat qilgan Abdurrahman ibn Muljam isimli bir havaric tarafidan o'ldirildi. Qadirli qarindoshlar. Demek İslam tariximizdeki qanliq voqealar ekan bu. Bunu hem de 4. babda Umayyiler, 5. babda Abbasiler bablarda bu urushlarning ta'sirlarini o'rganib o'timiz qadirli qarindoshlar. Umayyiler to'g'riliq necha bab bakin desa 96'dan başlaq 97'den başlasak birinci Şərq Umayyiləri 661'den 750 yılgacha Onunki Garip Endülüs Umayyiləri onunki Umayyiler babı tügeydiken qadirli qarindoshlar, yani Şərq Umayyiləri ve Endülüs Umayyiləri deb. Endülüs'ün İspaniya to'g'riliq hozirgi İspaniya, yani Endülüs Yevropadagi birden bir Müslüman devleti öz vaqtidagi qadirli qarindoshlar Yevropaninki shunday taraqqiy qilishiga asoslarni sog'gan bir devlet hisoblanadi. Bunun birlikte ürünümüz 115. bettin 22. betkiçikin. İnşallah iki ders kısak belki Umayyilerni tügülüşümüz mümkün. Onundaki 5. bab 123. bettin Abbasilarni üründikemiz. Abbasilar hakimiyetke memalilerinin köplüki. Onundaki Abbasiların dini siyaseti, içki meseleler diyen kısımlar ondaki merkezi idareden ayrılış diyen bablarını ürünüp şunun bilen 6. babga kelgen vaktimizde Türkler ve İslamiyet toğruluk üründikemiz qadirli qarindoshlar. İslam tarihi yani Teklemekan Uygur Neşriyat İstanbul'da 2014 yılında neşr kılgan kitaptan 4 halife toğruluq bab tügüde 3. bab Raşid halifelerinin babı tügüde qadirli qarindoshlar. Eğer Umayyiler, Abbasiler toğruluq mezmununu texmi yaxshi öğrenay desanglar, imamlar ve sultanlar degan bunu kitapni sizlarga tavsiya qilamiz. Kitap 277 bet qadirli qarindoshlar. Bunun 100 tal chiqargan qo'limizda yana bir 50-60 tane ba xalaydiganlarga ivetip birimiz. Ondan keyin şu vaqtdagi qadar meselesiga alaqadar Umayyilerga alaqadar yine şu qadar risalesi ve şerhi to'g'riliq mazmunlarni ba İslam tarihi biz öğrenmesek bo'lmaydigan tarixlarning birisi hisoblanadi. Hozir kimgacha buningki ta'sirlari ba qadirli qarindoshlar. Bugun balkim bir paylaşgan videoni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Bir Uyg'ur qarindoshimizni Iroqdagi Shia militanlari, banditlarininki ashunun o'liga qanday muomala qilganligini ko'rdik. Bizning qarindoshlarimiz necha ming kilometr yo'ldan besib kelib Iroqda, ya'ni
Irak'taki uruşlarga beşi ayığı yok bu uruşlarga katlaşıp nimi küllerini kögellikimizni bilimiz kadirli kırındaşlar. Allah bizni en doğru olan yolda ülüşke nisip kısun kadirli kırındaşlar. Allah'ın özüge amanet olanlar. İslam tarihimizini yaxşı ügensek, siyasi uruşlarının ki ya ki Araplarning qabilvazlık uruşları ya ki başka uruşlarının ki nimesi de biz yani irip ülep tügümeyli demekçi men kaderli kardeşler. Allah'ın özgü amanet olanlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Şafak Ergün hocam. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.